ketib kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim, ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush, bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Maktab yillari o'tdi birin ketib, kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtim, ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Bolajonlar, mana meni qo'limda onajonimning yuraklari turibdi. Mana sizlar bilib bilmasdan onajoninglarni xafa qilib qo'ygan kunlaringlar bo'lganmi? Qani bo'lmasam, onajonlarimizni nima deb xafa qilgan bo'lsak, shularni menga aytib berasizlar. Rayyonaxon, qani? Men xonamga gap qaytarib qo'yganman. Mana yurakchamizni qiydik Rayyonaxonni xafa qilganligi uchun. Qani Imonaxon? Onajonim ish buyursa, uni qilmaganim uchun. Mana yuragimiz yana bir qiyildi bolalar. Qani? Hilolaxon? Men onam ingliz tilida to'garaga qatnashasan deganda, yo'q deb harakat qilganim uchun. Mana Hilolaxonni ham onasining yuraklari qiyildi, dars ketdi.
nima? Abdulaziz? Kam o'ynaganda ko'p o'ynab qo'yganman. Mana Abdulaziz juda xafa qilganda ham onajonimizning yuragiga dars keldi. Qani bo'lmasam, Mustafobek, siz onangizni nima qilib xafa qilgansiz o'g'lim? Men maktabga chiqib deganda opadan kirgan. Juda qattiq xafa bo'lgan-a. Mana Mustafoning ham onasining yuraklari dars keldi. Muhammad Rizo, Onam dadamga yordamlashasan deganda har hasha qilganman. Muhammad Rizoning ham onasining yuraklari dars ketdi. Qani, Shukronaxon, siz onangizni nima qilib xafa qilgansiz? Men oyim darsingni qil deganda yo'q deganman. Shuning uchun yomon baho olib oyimdan xafa qilganman. Shukronaxonning ham onajonimizning yuraklariga dars ketdi. Muhammad Yusuf, siz nima qilib xafa qilgansiz o'g'lim? Ayam menga yordamlashib olganda telefon olmayapman. Mana Muhammad Yusufning onajonimizning ham yuraklariga dars ketdi. Onajonlar, mana biz hammamiz onajonimizni har bir xafa qilganimizda onamizning yuraklari nima bo'lar ekan bolalar? Dars ketar ekan, bolalar. Demak, biz onajonimizdan endi bolalar kechirim so'rashimiz kerak. Qo'limizdagi qog'ozlarimizga onajonimizga izhorlarimizni, kechirim so'ragan iloh so'zlarimizni yozib, mana shu yurakchaga yopishtiramiz bolalar. Bolajonlar, mana onajonlarimizdan kechirim so'rab, dil izhorlarimizni o'qib, yurakchaga yopishtirib chiqamiz. Dilbaroy, qani? Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Endi men sizga umuman gap qaytarmayman. Qani, yurakchamizga yopishtirib qo'yamiz. Shukronaxon, Onajon, men sizga endi hech qachon gap qaytarmayman. yurakchamizga yopishtirib qo'yamiz. Mansurxon, Onajon, men sizga endi gap qaytarmayman. Rayyonaxon, Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Sizni hech qachon xafa qilmayman. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Men sizga jonimni ham berishga tayyorman. barakalla yashang. Marziyaxon, Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Siz meni o'qib katta qildingiz. Ro'zmuhammad, Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Sizni umraga olib boraman. Sizni boshimni ko'tarib yuraman. yashang. Imonaxon, Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Nima ish buyursangiz, o'shani qilaman. Sokinaxon, Oyijon, men sizni hojga boraman. Baxtimizga sog'-omon bo'ling. yashang. Solatoy, Solatoy onalariga dil izhorlarini izhor qilsin. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Ba'zida jahlim chiqsa ham sizni xafa qilib qo'yganman. Iltimos, oyijon, meni kechiring. Hilolaxon, Onajon, meni kechiring, vaqtida aytganingizni qilolmadim. Muhammad Ali, Onajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Endi aytganingizni qilaman. Rasululloh,
Oyijon, endi men sizni juda yaxshi ko'raman. Umralarga olib borib kelaman. Oyijon, baxtimga sog' bo'ling. Sizni hozirlarga olib boraman. Boshimda ko'tarib. Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Sizni katta bo'lsam, hajga olib boraman. Madinaxon. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman. Endi gapingizga quloq solaman. Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Katta bo'lsam mashinalar. Robiyaxon. Oyijon, meni kechiring. Yoshga katta sizni xafa qilgan bo'lsa, meni kechiring. Sizni yaxshi ko'raman. Mubinaxon. Sizni singlim bilan xafa qilganim uchun kechiring. Ro'zixon. Onajon, sizni sayat yo'q. Onajon, sizni yoshligimda xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring. Qaytib xafa qilmang. Firdavsi. Onajon, meni kechiring. Men sizni endi xafa qilmayman. Nurjamolay. Onajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Xafa qilib qo'ygan bo'lsam, meni kechiring. Muhammad Rizo. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmang. Mubinaxon. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz dunyodagi eng chiroyli onasiz. Barakalla. Mustafobek. Onajonim, men sizni yaxshi ko'raman. Qiynalib katta qilganingiz uchun. Hikmatilla. Onajon, buvijon, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarni xafa qilib qo'ygan bo'lsam uzr. Shukronaxon. Oyijon, biz sizni ko'z qorachiligimizday asraymiz. Imronbek. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Siz mening uchun yagonasiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Jo'rabek. Oyijon, men 5 baho olsam, siz juda xursand bo'lasiz. Mukarramoy. Oyijon, siz dunyodagi yaxshi onasiz. Men katta bo'lsam, men sizni hojlarga boraman. Yashaying, barakalla. Muhammad Yusuf. Men sizni yaxshi ko'raman. Hojiga boraman. Boshimda ko'tarib yuraman. Men sizni hech nimaga alishmayman. Yashaying, barakalla. Muhammad Ibrohim.
Muhammadaviy. Onajonim, siz dunyodagi eng zo'r onasiz. Sizni orzularingizni ro'yobga chiqaraman. Yashang, barakallah. Mana o'yinimiz ham nihoyasiga yetdi. Bolalar, yaqinlashib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan sizlar orqali xonadonimizdagi uy-joylarni, onajonlarni bayram bilan tabriklayman. Hamisha tan jonlari sog' bo'lsin, sizlarning baxtinglarga omon bo'lsin. Hamisha yuzlaridan kulgu, lablaridan tabassum arimasin. Salomat bo'linglar.